Assalomu alaykum hurmatli Bering YouTube kanalimiz obunachilar, xush hurmatli ko'pchilik obunachilarimiz so'raydi Wi-Fi qanday Wi-Fi ishlatasiz, qanday Wi-Fi kerak deb. Bizlar ham qanday prostoy Wi-Fi ishlatandik. Mana bugun xudo xolasa bunday Wi-Fi akalarimiz olib berdi. Ajoyib bundan mana. Hurmatli obunachilar, bu Wi-Fi o'zimiz uyda televizordan antenna o'xshagan anten bilan ishlagan Wi-Fi. Mana shu anteni, bu anten bo'lsa tam boshqa krishaga qatiriladi. So'ng mana shu kabel qatirilib, televizordan kabeli qatirilib, olib tushib, Wi-Fi uyda ichkarida turadi, ichkariga qatiradi. Mana shunda Wi-Fi'miz mana shunday ko'rinishda ishlab turadi. Bu ekranida polni ko'rsatadi, qancha ishlayotdi, qancha telefon ulangan, paroli qanday, soat, chисла bayarini ko'rsatib turadi. Undan tashqari hurmatli obunachilar, bu Wi-Fi uyda svet o'chgan vaqtda где-то 10 soatga qadar ishlashga yetadi. Orqasida o'zini batareyasi va telefonning batareyasiga o'xshagan. Mana hurmatli obunachilar, uyda bemalol smart televizorlarda ulab, bemalol YouTube ko'rasizmi, boshqa kino ko'rasizmi, bemalol bolajonlarimiz ya'ni uyda multfilm ko'radimi, mana shu telefon chiqarib o'tib, prямо televizorning o'zida ko'radimi? Mana shundan qo'ydasanlar, xudo xolasa, mana shu muammongiz yechiladi. Bizlarimiz ham shundan qo'yib hurmatli obunachilar, bu narxini keladigan bo'lsak, 1.200.000 so'mdan boshlanib 1.800.000 so'mga deyilgan ekan. Bizlar internetga ko'p video yuklaganimiz uchun 1.800.000 dan qo'yib taksilarga 1.200 dan boshlanadigan polni uyda televizorga, bir 5-6 telefonga kuchi yetadigan, svязь yetkazib beradigan Wi-Fi bu. Bemalol murojaat qilib olsa, telefon nomerlarini qo'yamiz. Gaplashib, uyda stanokka deb qo'ysanglar, xudo xolasa svязь muammosidan hal bo'ladi. Mana shuni tam boshqa qatirasizlar. Buni uydan ichine o'ta qo'yilsa, buni yana 4 shaxi bo'lsa ko'proq to'lqin tarqatishga yordam beradigan. Shunga e'tiborli bo'lasizlar. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bemalol ichine sim karta, cheksiz sim kartadan qo'ysangizlar, ya'ni o'zingizga yaqin vishga, masalan, shu yaqin atrofda qaysi bor, Teleda bormi, UMS bormi, 93lik bormi, UCL. Qalagan sim kartani salasa cheksiz, 100.000 so'mlik sim kartani qo'ysangizlar, xudo xolasa yetkazib beradi. Hurmatli obunachilar, bunga e'tiborli bo'lasizlar. Bu bozordagi Wi-Fi'dan emas, bu proshibga etilgan boshqacha Wi-Fi. Bozorda da bor bunday Wi-Fi'lar, lekin bular televizordan antena qatirilib, bular krishaga qatirib, stanovkasi ham shu kelishigan narxning ichida tam boshqa qatirib, uyingizda polni ishlatib berib ketadilar. Shuning uchun e'tiborli bo'lasizlar. Narxni keltiramiz, kelishib ishlab berib, o'zingiz imkoniyatingizdan kelib chiqib bemalol qo'ydasanglar bo'ladi. Mana shu Wi-Fi'lardan. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bo'lmasa videomizning davomida Wi-Fi'miz ishlab turgan nesini ko'rsangizlar bo'ladi. Hammaga rahmat, yo'qotgan vaqtlaringiz